Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 4. ayının 9. günü, haftaki yekşembe vatandaş. Bugün sizlerge leksiya sözleşten avval bir vaziyet doğrusudur bir gap. Birinci gap galata g'aroyibat desiniz buludu. Hazır Tayvan'ın halaka halkılık paytla doğru betide bir haber ilan kılındı. Nime deydi desiniz Amerika Qo'shma Shtatlari o da 3 gün davamen qayerdan kelishi aniq bo'lmagan 3 xil bir xil nima deymiz halaqi hushyor taqsi deymizmi? Şunun o'xshaydigan narsani urib tushirdi deydi. Onda bu to'g'rida qilingan hukm bir jumla so'z shundoq deydiki, hozir u olamdan yoki osmon bo'shlig'idan kelayotgan halaqi planet odamlari hozir o'zining kemasiga o'ltirib yer sharini kuzatyotidi degan gapni qildi. Ma qog'ozga yozgan bo'lsam yaxshi bo'ladi, hozir unutibdi mendan, kechiring meni. Onda ikkinchi bir xil vaziyat siz diqqat qiladigan, biz diqqat qiladigan balki nozik vaziyat vatandosh. Nima desangiz bunda qisqa xabar 2023 yil 4. ayning 9. kuni yakshanba Jungo Kompartiyasi harbiy manver qilib Tayvan'dan öç almoqchi bo'ldi. Lekin ko'lamning kichiklab ketishi va vaqtning qisqa bo'lishining kaynida nima ish bor? Amerika Jungo allaqachon kelishim hosil qildimi? Diqqat, Amerika Jungo allaqachon kelishim hosil qildimi? Axborot nuqtalari Li Muyang 4. ayının 8. günü YouTube video film. Bu mesele siz bizni oylandırdı vatandaşım. Bununla münasebetlik bolsun, bolmasa Uygur meselesiga münasebetlik bir haber bugün sizlarga. Belki men burun bir qatım sözlegendek isim de var. Belki o toluqda yoki toluq emasdi. Bugün yana tayyorlab keldim. Bunu kunda sözleymen. Mening xiyolim bo'yicha bo'lganda kunda sözleydigan mesele. Nima mesele? Mesela 1939 yılı 8. ayının 23. günü Sabık Sovetler bilen aynı çağdaki German faşizmi o'rtasida imzolangan bir kelishim. Bu kelishimning mazmuni Sovet German o'zaro tajovuz qilishmaslik kelishimi. Bu kelishim bo'yicha Baltik bo'yidagi davlatlar xonavayron qilingan edi. Bir kuni Rossiya Stalinning qo'liga o'tdi, bir kuni Germaniya Gitlerning qo'liga o'tdi. Mana shu tarixiy jarayon. Shartnoma bo'yicha vayron qilingan Baltik bo'yidagi 3 davlatning taqdir qismati ayni chog'da 45 yil imzolangan Rus-Xitoy do'stlik, hamkorlik, ittifoqlik shartnomasi bilan o'xshash ish. Hech qanday farqlanmaydi vatandoshim. Lekin jarayon nima? Buningda farq bor vatandoshim. Uyg'urlarda hozircha o'sha kelaligini yo'q. Nima ish o'tganda necha qatim men o'ttiruqim shundoq dedim, davlat qani? Sen bugun qo'ydigan savol ma'vo. Biz 3 qatim davlat qurdik, avval Uyg'ur xalqining o'ziga qo'y bu savolni, ey Uyg'ur. Tarixingda, yaqinqi zaman tarixingda 19. asrning avval keyingi yarmi, 20. asrning avvalgi yarmida 3 qatim davlat qurding. Qani bu davlat? Bunda savol qo'ysa. Washington Aqsaroyning ta'mining kayniga o'tib olib, Kapital xiyolning oldiga kelib olib, mustaqillik deb Biz qurgan devlet qani deb o'ylaysan. Ne aqling bormi?
Men ayrım adamlarga davatım, bu ne aklın var mı dep. Qani, biz qurgan davlat qani dep savol qo'ysan. Şunu bugün bu tayyorlagan maqolamga diqqat qilib anglaysizlar, zerikmaysizlar vatandoshim. Uyg'urlar siyosiy axborotga toza qiziqmaydigan millat. Lekin o'z taqdirining shu siyosatga bog'lanib qolganligini balki bugun his qilganda tushungandir. Mavzu mundaq. Baltiq bo'yida qo'l tutishib namoyish qilish. Ular nima ishga Rossiyaga qarshi turdi? Mavzuli xabar 3 ayning 30 kun Vanbetor betida e'lon qilindi. Bu maqola mundaq boshlandi. Yuqorqi suratga Baltiq bo'yida qo'l tutishib namoyish qilish deb ism qo'yildi. Buni inglizchada Baltiq chain deydi ekan vatandosh. Suratda xotirlangani 1939-yılı 8 ayının 23 günü Baltiq bo'yidagi 3 davlatda yuz bergan tinch yo'lli elib berilgan nayt zo'r ko'lamlik namoyish kechiringlar. 1989-yılı cuma 8 ayının 23 günü Baltiq bo'yidagi 3 davlatda yuz bergan tinch yo'l bilan elib berilgan nayt zo'r ko'lamlik namoyish harakatini Şundan 50 yıl burun Sobiq Sovetlar bilan Germaniya o'rtasida imzolangan Molotov-Ribbentrop shartnomasi qarishtirishda maqsad qilgan namoyish harakatini xotirlash uchun edi. Yuqorqi surat. Aeroplanga tortilgan surat. Uzun asfalt yo'l, bir tarafda mashinalar to'xtatilgan. Özleri haydab kelgan namoyishchilarning bir tarafda o'zini qo'lni qo'lga tushib namoyish qatori hosil qilgan surat. Bu surat aeroplanda o'ltirib tortilgan suratning bir bo'ligi. Shu vaqtdagi axborot xabarlarga asoslanganda bu namoyish faoliyatiga taxminan 2 million odam qatnashgan. Bu namoyishchilar 675 kilometr so'zilgan yolda qo'lni qo'lga tutishib namoyish qatori, namoyish qo'shini paydo qilgan. 675 kilometr vatandosh. 675 kilometr. Vatanda bizmi namoyish qilgan odamlarning biri edik. Yolning o'rtasiga tushib, mang'atdiq, namoyish qilib, yo'lning chetida turgan kishilarmi Uyg'urlar edi vatandosh. 1968-yili 5-ayning 28-kuni Uyg'ur o'quvchilar 3-yil deydi Xitoycha 3-batalyon Uyg'ur o'quvchilar tashkiloti rahbarlik qilgan namoyish edi. Keyin hozir o'tirib chiqib to'rbetlarga o'zlarini yezib tunji qitimliq namoyish, tunji qitimliq o'quvchilar namoyishi. Hatta uning ichidagi yolg'onchilik 85-yili qilingan namoyish biz planliq to'g'ri qarishtirdik. Qapaq. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida Xitoy planliq to'g'ri siyosatini 1987-yili 1-oyda Qorchoq xalq vakillar qurultayining tasdiqlashi orqali yo'lga qo'ydi. 85-yili namoyish chiqqan vaqtda nari planliq to'g'ri bor edi. Planliq to'g'ri siyosat bormidi? Diqqat qilishinglar. Tarjimalingni yoz. Qo'llayma. Har bir Uyg'ur g'alaba qilish qo'llaydigan o'g'il bo'laman. Lekin yolg'on so'zlama. Mana bu jonni qiynaydigan narsa yolg'on so'zlash. Yolg'on so'zlama. 675 kilometr suzilgan yo'lda qo'lni qo'lga tutishib, namoyish qatori namoyish qo'shini paydo qilgan. Bu namoyish qo'shini qatori Azaniya, Latviya, Litva qatorliq davlatlarning chegaralaridan olqib chiqqan. Ayrim kishilarning faraz qilishicha, bu namoyish qatnashadigan odamlarni kapolatga ega qilish uchun har bir davlat, ya'ni Azaniya, Litva, Latviya 200 mingdan ortiq odam tashkillab namoyishga qatnashtirgan.
Kameraga ilingan video şunu aşkarlap berdi ki, kollu kolgu tutuşup namayış kilish yezi kentledimi öksüp kalmadı. Şu vaqtda bu üç devletin umumu nüfusu 8 milyon bulup, Azaniyanın nüfusu 1 milyon 600 bin ahali nüfusu. Litvanın nüfusu ahali nüfusu 3 milyon 700 bin ahali nüfusu var. Latviyanın nüfusu 2 milyon 700 bin ahali nüfusu var. Rusya. Tecavüz kılıp Ukrayna uruşu partlagandan beri Baltık boyundaki 3 devlet derhal Ukrayna taraf tuturdu. Bar küçü bilen Ukrayna'ya yardım kıldı. Ulanın yani Baltık boyundaki 3 devletten pozisiyasının kayını da nahiti çunkur. Tarihi menbe var. Tarihte Rusiyalikler hiç kaçan günahsız bulup bakkan emez. Avval bu üç devletin teritoriyası Çar Rusya İmparatorluğunun kengaymichilik qilishi bilan Rusya territoriyasiga qo'shib ilingan edi. Azaniya bilan Latviyaning shimoliy qismlari avval Shvetsiyaga kesib berildi. Keyin 1721-yili shimoldagi urush oyoqlashganda Çar Rusya imperiyasiga qo'shib berildi. Litvanning tarixi texmi uzun bulup 1240-yillarda Litvanda kenazlik davlati qurilgan edi. 1569-yili Polsha xandonligi bilan birlashib Polsha Litvan federatsiyasini qurib chiqdi. Bu federatsiya bir mezgil shu chaqda Sharqiy Yevropada davr surdi. Keyin kuchi ojizlab bir qancha qitim bostirilgandan keyin boshqarilgandan bir qancha qitim bo'lib boshqarilgandan keyin 1795-yili Rusya imperiyasi tarafidan yutib elindi. 1917-yili Rossiyada Oktyabr inqilobi portlab, 1918-yili Birinchi Dunyo urushi oyoqlashganda Baltık boyidagi davlatlar Rossiyadan ayrilib, mustaqillikka erishdi yoki o'zining mustaqilligini jakarladi. O çağda Baltık boyidagi davlatlar tek davlat edi. Devamını anlayışız vatandaş.